Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana sizlarga mikrovolnovkani eshigi yopilmay qolsa, uni qanday tuzatish, uyda o'zlaring tuzatishni o'rgataman. Eshigini ochasizlar va mana bu plastmassasini отвертка bilan sug'urib olasizlar. Men boya ochib qo'yibman, o'zim sug'urib oldim buni. Tak qilib chiqadi. Olasizlar va buni kuzatasizlar va ichlarini kuzatsalaring prujina bo'ladi. İşte prujina tushib qoldi shekilli. Prujinani topasizlar. Mana bunaqa prujina bo'ladi. Keyin mana bu narsani ham olish uchun mana bu temirni yechib olamiz. Mana bu temirni mitlaridan, tillaridan chiqarib mit oshmoshini itarib, oshmoshini itarib yechib olamiz. Mana yechib ham bo'ldik. Endi ko'ramiz mana narsani. Mana siniq ekan. Mana bu narsani ilib o'sana joyiga ilish kerak ekan. Hozir o'sana joyiga ilmasdan biz boshqacha yo'l tutamiz. Mana qilib prujinani qo'yib olamiz. Prujinasi chiqib ketgan bo'ladi va o'rniga qatirib qo'yamiz. Bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.